qizim sen bir ojiza bo'lsang, sendan qanday qilib so'rayman debdi. Hali qiz shunday yerga o'tirib Allohga iltijo qildi. Ey Robbim, meni joyim qayer debdi. Hali qiz 5 mahal namozini o'qigan, Ramazonda ro'zasini tutgan, erini rozichiligini olgan qiz bo'ladi ekan. Allohdan nido ketdi, seni joying jannat debdi. Hali qiz yana o'tirib iltijo qildi. Ey Robbim, meni otajonim dunyoga kelishligimga sababchi qilgan, boqqan, katta qilgan, endi xizmatini qilaman deganimga boshqa xonadonga kelin qilib berib yuborgan. Otajonimning xizmatini qila olmaganman. Maylimi do'zaxga kirib otajonimning xizmatini qilay desa, Alloh hayo qildi. Farishtalarga buyruq beribdiki, jannatiy qizni otasi bilan birga jannatga kirishgan. Buning uchun og'zimiz bekor bo'ldimi? Ko'p zikr qilaylik. Zikr subhanalloh, alhamdulillah, Alloh astag'firullohni ko'p aytaylik. Mana o'ng yelkamizda o'ng farishta, chap yelkamizda chap farishta o'tiribdi. O'ng yelkadagi yaxshi narsalarni yozadi, chap yelkadagi gunohlarni yozadi. Yana gunoh qilib qo'ysa, o'ng yelkamizdagi farishta 6 soat bundan iltimos qilar ekan. Yozma tavba qilar. 6 soat gunohimiz yozilmaydi ekan. Allohning mehribonchiligini qarang, rahmdilligini qarang. Allohning qudrati cheksiz. Uning uchun men mana noligan odamlarni ko'rsam hayron qolaman-da. Duo bor-ku, Allohni ko'rib turgandek qilib so'rang. Ey Robbim, men seni ko'rmasam ham sen meni ko'rib turibsan-ku. Boshimga shunday mushkul tushib turibdi. Paloncha narsani 100 marta aytsa, qismadoncha bo'ladi. Allohning bu ismini aytsa bunday bo'ladi. Hamma narsaga yechim bor. Mana insonlardan so'ray, kimni yaxshi ko'rasiz? Oy, nevaramni yaxshi ko'raman, bolamni yaxshi ko'raman. Erim